Lekin yuk ortib tushirishda ham mana shu kayf ekan. Nimani? Podushka dakansi ko'tarilgan. Mana. Xudo xolasa mana yeri bilan pastga uray. Hozir tortib olib ketishadi. Mana 1 tonna yuk shu mana. Ko'ramiz. Qilgan mehnatimizga arzibdimi yo'qmi? Sal chaproq qo'ymadingiz-da. Ro'xlini sal chaproq qo'ying. Boshlanadi. Ha, Bahrom aka kesiladi deb, ha? Bosinglar gazini. Ko'tar tortmas, bitta tushiryapti-deylar. Mana bunisiga mazza-da. Ana bo'lsa. Ozgina ishlari qoldi. Apshukasi, yondi aplisovkalari, balobatlar mayda-chuyda. Endi bola chaqani ham boqmasa bo'lmaydi. Tirikchilikni ham qilish kerak. Faqat buni yasatib o'tirib bo'lmaydi-yu. Xullas shunaqa gaplar. Qo'yinglar. Mana zo'r narsa bo'lar ekan. Yurishiga vaqti 5 baho. Moshning yurarkan.